Assalomu alaykum o'quvchilar. Keyingi o'tadigan eng katta mavzularimizdan bittasi bu modal fe'llar. Sizlar bilan to'liq olmoshlarini tugatgandik. Miqdor olmoshlari, kishilik olmoshlari, egalik olmoshlari, to'ldiruvchi olmoshlari yoki ko'rsatuvchi olmoshlari like this. Bugun sizlar bilan modal verbs, ya'ni eng katta mavzulardan bittasi modal fe'llar. Modal fe'llar can, could, must, have to, should, ought to yoki may, might, need, would, to be able to, had better, to be supposed to be due to, juda ko'p, turlari ko'p. Lekin asosiy modal fe'llar mana shu hisoblanadi. Asosiy modal fe'llar. Demak, bugun sizlar bilan can va could haqida gaplashamiz. Boshladik. Maktablarda ham o'rgatiladi. Qaysi bir yangi kelgan o'quvchidan so'rasam, can nima desam, qila olmoq degan tarjima aytadi hammasini. Demak, can va could haqida o'tamiz. O'zi modal fe'llar nima uchun kerakdi? Har bitta mavzuning maqsadi bo'ladi. Misol uchun, miqdor olmoshlari birorta kelgan otning miqdorini ko'rsatib keladi. Zamonlar bo'lsa, siz qaysi holatda, qaysi vaziyatda gapirayotganingizni aytish uchun ishlatadi. Modal fe'llar bo'lsa, iltimos qilish, ruxsat so'rash, taklif berish yoki maslahat berish, taqiq, buyruq, taxmin, iltimos qilish yoki biror qila olmoq qobiliyat ma'nolarini ifodalash uchun ishlatiladi. Modal fe'llarning asosiy maqsadi xuddi shu yerdan iborat. Demak, bugun sizlar o'tadigan mavzumuz can, could va buni tarjimasi qila olmoq degan tarjimani beradi. Qila olmoq. Demak, birinchi candan boshlaymiz. Canni yasalishi egadan keyin to'g'ridan to'g'ri can keladi va fe'l bir keladi. Can va could mustaqil fe'l hisoblanadi, zamonlar bilan bog'lanmaydi. Canni kelasi zamoni ham can, hozirgi zamoni ham can hisoblanadi. Can endi inkor shakli subject plus canga not inkor yuklamasi qo'shadi, yana o'sha fe'l bir. Fe'l bir degani fe'lga hech qanday qo'shimcha qo'shilmagan shakl. So'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, can plus subject plus yana o'sha fe'l bir bo'ladi. Va bu hozirgi va kelasi zamon uchun bo'ladi. Kelasi zamon uchun. Hozirgi va kelasi zamon uchun can ishlatadi. Misol uchun, biror qobiliyat qila olmoq. Endi buni birinchi qoidasi qobiliyatni ifodalaydi. Birinchi qoidasi qobiliyatni ifodalaydi. Misol uchun, nima qobiliyatim bor meni? I can swim. Men I swim bo'lsa, men suzaman. I can swim bo'lsa, men suza olaman. O'sha ish harakatni qila olaman. Yoki I can drive a car. Agar I drive a car bo'lsa, men mashina haydayman bo'ladi. I can drive a car bo'lsa, men mashina hayday olaman degan tarjimani beradi. Yoki inkor shakli bo'lsa, bir narsani endi qila olmayman. O'sha ish harakatimga qobiliyatim yetmasa meni. Misol uchun, I cannot speak English. I cannot speak. Men gapira olmayman. I cannot speak in English. Ingliz tilida men gapira olmayman. Qobiliyatim yo'q. Yoki bir narsaga yana qobiliyatim bo'lmasa, I cannot, misol uchun drive. I cannot drive. Can you drive the car? No, I cannot drive the car. Men mashina hayday olmayman. Yoki biror kishidan biror qobiliyatingizni so'ramoqchi bo'lsangiz, aytasiz. So'roq shakli bo'ladi. Can you swim? Can you swim? Suza olasizmi? Can you swim? Suza olasizmi? Biror qobiliyatini so'rayapsiz. Yoki undan aytadi. Can he drive a car? Can he drive a car? U mashina hayday oladimi? Yoki can they speak? Can they speak in English? Ular ingliz tilida gapira oladimi? Biror darak shakl bo'lsa, o'zingizni qobiliyatingizni ko'rsatasiz. I can drive, mashina hayday olaman. Agar qila olmasam, I cannot drive, qila olmayman, hayday olmayman. Yoki sizdan so'ramoqchisiz, can you drive a car? Mashina hayday olasizmi? Bu canni birinchi qobiliyat ma'nosida ishlatilishi. Endi could bor. Buni biroz teparoq ko'taramiz, yozib olganlaringizga umiddaman. Can va coulddan boshlaymiz. Couldga o'tamiz endi. Xo'p. Could ham xuddi shunday, darak shakli egadan keyin could keladi va bittagina fe'l bir qo'shiladi. So'roq shakli, inkor shakli egadan keyin could keladi, bittagina not qo'shiladi, yana o'sha fe'l bir. So'roq shakli bo'ladi. Buni o'chirib turar ekanmiz, nima qilar ekan? Could egadan olingan chiqish orqali so'radi. Could plus subject plus yana o'sha fe'l bir. Va bu o'tgan zamon uchun. O'tgan zamon uchun ishlatiladi. O'tgan zamon uchun ishlatiladi. Could o'tgan zamon. Va buni tarjimasi, xo'p, bu yoqda yozib qo'yamiz. Teparoq qila olar edi degan tarjima. Qila olar edi.
qilalar edi, qila oladi hozirgi zamon, qila olar edi bu o'tgan zamon. Misol uchun yozamiz. I could swim, men suza olardim. I can swim, men suza olaman. I could swim, suza olar edim. Yoki I could speak. I could speak English. I could speak. Men gapira olar edim. Yoki oldin qila olmasdim. Oldin nima qila olmaganman? I could not swim. Men oldin suza olmaganman. I couldn't swim. I could not swim. Men suza olmaganman. Oldin nima qila olmagansiz siz bo'lsa yoki sizga you could not read a book. You could not read a book. Siz kitob o'qiy olmas edingiz. Kitob o'qilmasdingiz. O'tgan zamonda. Endi biror narsani so'ramoqchi, oldinlari siz olganmisiz bo'lsa, could you swim? Could you swim? Siz olganmisiz? Could you swim? Yoki could they drive? Ular hayday olganmi? Ken hozirgi va kelasi zamon uchun, could o'tgan zamon uchun. Bu yerga did, do dazlarni aralashtiramiz. Bu o'zlari mustaqil fe'l hisoblanadi. Zamon bog'lovchilari bilan bog'lamaydi bular. Zamon yordamchi fe'llar bilan. Asosiy bu birinchi qoidasi, birinchi ma'nosi, qobiliyat ma'nosida ishlatilishi. Ken hozirgi zamon, could o'tgan zamon. Endi buni bitta rasmga olasiz, videoni to'xtatib turib, ikkinchi qoidasiga o'tamiz. Endi can bilan couldni ikkinchi qoidasi bor. Bu iltimos qilishda ishlatiladi yoki ruxsat so'rashda ishlatiladi. Iltimos qilish, ruxsat so'rashda ishlatiladi. Eng asosiy qoidalari va tarjimasi asosan maylimi degan tarjimani beradi. So'roq gaplarda ishlatiladi. So'roq gaplarda kimdandir biror narsa iltimos qilmoqchisiz. Kirsam maylimi? Yoki gapirsam maylimi? Ketsam maylimi? Suv ichib ketsam maylimi? Ustoz tursam maylimi? Ustoz o'tirsam maylimi? Biror narsani so'ramoqchi bo'lsangiz, so'roq gaplarda iltimos qilish, ruxsat so'rash ma'nosida ishlatiladi. Ken va could va tarjimasi maylimi degan tarjima beradi. Misol uchun, lekin buni bitta qoidasi bor. Bu doimo norasmiy holatlar uchun. Norasmiy holatlar uchun. Misol uchun, rasmiy holat bor, norasmiy holat bor. Rasmiy holatlaringiz o'zingizni ota-onangizga qiladigan ishingiz, rasmiy holatingiz o'qituvchingizga, biror majlislarga, bir katta insonlarga nisbatan doimo rasmiy munosabatda bo'lasiz, rasmiy muloqot qilasiz. Va bunda can could ishlatilmaydi rasmiy ma'noda. Agar bir do'stingizga, yaqin insoningizga, tanish qarindoshingizga bo'lsa, can could bu norasmiy ma'noda. Misol uchun, o'zimni do'stimga nisbatan assalomu alaykum do'stim, kirsam maylimi demayman men. Qanday kirsam maylimi deb sirasiz kirib ketaman. Yoki o'zimni ukam bo'ladigan bo'lsa, kerak so'ramay kirib ketaveraman. Ya'ni rasmiy murojaat qilmayman ularga. Ya'ni norasmiy murojaat qilaman. Ana shu norasmiy murojaat holatlarida can could ishlatiladi. Misol uchun, can I come in? Can I come in degani kira olamanmi emas, kirsam maylimi degani. Can I come in? Kirsam maylimi? Yoki can I leave? Can I leave? Ketsam maylimi? Can I leave? Yoki can I speak? Men ham gapirsam maylimi? Can I speak? Gapirsam maylimi? Endi bu can. Buni could bilan ham berishim mumkin. Mana bu candan ham yumshoqroq ma'nosida kirsam maylimi deb ozgina yumshoqroq variantda could ishlatiladi. Can o'rniga could I speak? Gapirsam maylimi? Ya'ni can bilan deyarli bir xil ma'noda, lekin could yumshoqroq degan ma'noda ishlatiladi. Yumshoqroq variantda beriladi. Yoki aytishingiz mumkin. Could I speak? Could I speak yozdik. Xo'p, could I go? Men borsam, could I go? Borsam maylimi? Yoki could I nima desak bo'ladi? Could I sit down? Could I nima desak bo'ladi? Could I come in dedik mayli. Kirsam maylimi? Kendan ham ozgina yumshoqroq variantda could ishlatiladi, lekin norasmiy holatda ikkalasini ham ishlatavering, xato hisoblanmaydi. Ken va couldning asosiy ikkita qoidasi bor ekan. Demak, birinchi qoidasi qila olmoq qobiliyat ma'nosida ishlatiladi can could. Ikkinchi qoidasi norasmiy holatlarda iltimos so'rash, ruxsat so'rash ma'nosida ishlatiladi. Kirsam maylimi, ketsam maylimi, gapirsam maylimi, videoga olsam maylimi yoki rasmga olib qo'ysam maylimi yoki yozib olsam maylimi desa, ha, yozib oling deyman. Yes, you can deysiz. Ana shunday. Endi buni yozib olasiz yaxshi. Qisqartmalari ham bor. Misol uchun can notni qisqartmasi ertaga sizga
can't shaklida keladi. Yoki could notning qisqartmasi ertaga sizga couldn't shaklida keladi. Can't va couldn't deydi. Could not yoki cannot demak, can, couldn't degan holatlarda ishlatiladi. Bunga bir e'tibor berib qo'yishlaringiz kerak. Asosan can, could mana shular. To'liq yozib olasizlar.